Mini poliya sezoni uchun zo'rga sarakunushkalarimiz yangiliklari yetib keldi. Hozir sizlarga obzor qilib beramiz. Hop. Bularda obzor qilib yuribman. Yonimda ko'tarib yuribman-da. Nima bu? Nomini aytmaymiz. Chunki Instagram bizda ban berib yuboryapti. Shuning uchun bularda batafsil ma'lumot uchun narxi va buni kачествоsi qanaqa modeldagisini bilishlik uchun Telegram kanalimizga o'tishlikni esdan chiqmasin. Hop, bu sarakunushkamiz tagi yumshoq gelivi bilan o'rta qismi ham yumshoq bo'ladi va ich qismi ham tikilgan bo'ladi. Ikkinchi sarakunushkamiz. Hop. Neobichniy. Podujlar neobichniy bo'ladi. O'rta qism yumshoq, tagi gelivi. Bu nima deyapti? Voy, juda ham ajoyib. Pushtirang yoqtiradiganlar uchun tagi yumshoq, gelivi, mini poliya uchun juda ham ajoyib bo'lgan sarakunushkamiz. Va oxirgisi. Kimga shunaqa kir bo'lmaydigan, kalish qilib kiyadi yechadi. Shu bu sarakunushkamiz yo'q bo'lib ketgungacha kir bo'lmaydigan sarakunushka bo'ladi bu. Kimga shunaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bu shopga kutib qolamiz. Instagram, Telegramga obuna bo'lib qolishni unutmanglar.